Qon chektiraman. Uylanaman. Nasib. Sekin. Akajon, shartnomamiz yil oxirigacha emasmidi? Yil endi boshlangan bo'lsa, qanaqa qilib atmen bo'ladi? Xo'jayin xohlamayaptilar-da, ukam. Xo'jayin o'zi siz-ku. Ushadi. Men xohlamayman. Qaytar uy kaltini. Ota-boladan uzr so'rash kerakmi deyman-da. Mana, rahmat. To'xtanglar. Bitta. Siz gapiring. Aka, meniki To'ytepada 3 xonali uy beramiz. Shahardan tashqari bo'lmaydi. Siznikichi? Aka, bizniki shaharda faqat 2028-yarmiga bitadi. Oy. Shartda kirib yashaydigani kerak. Kimda tayyor uy bormi, kimdirda? Aka, hozirda tayyor kadastr chiqqan uy bor. Bemalol kirib yashab bersalaring bo'ldi. Qayerda joylashgan? Yunusobodda. Xo'p, olindi. Aka, mana Ketdi tog'a. Bugun hayotimizdagi eng quvonchli kunimiz. Hammalarga rahmat kattakon, bolam. Stop. Bitta ko'rib olaman, tog'a? Hozir 1 minut. Bugun hayotimiz. Bo'ldimi, bolam? Bo'ldi, mana shunga bitta qo'l qo'yib bersangiz bo'ldi. Ay, yuring tashqarida gaplashaylik, bolam dam olsin. Bo'ldi, bo'laveradi. Qarang, o'zi uyda nechlik ketadi. Hozir Endi mijozga qarab-da, papulkalar ham bor, shuni ham inobatga olish kerak. mashinasi tanishlaringiz uchun kompaniya. Ukam, sevgilingga mashina turibdi. Shuni hal qilaylik, tushiraylik. Samandar. Banisadamiz opa. Yetalasan, Samandar. nima qilyapsan senga o'zi? Sabrjon. Ha, yo, senga emas. Qo'shibdimi bu yoqqa? Ne qo'chadi? Qilyapsizlar, nimalar? Samandar. Voy, qilmaylar. Voy. Siz chiqinglar bu yoqqa. Asha. Voy, hozir qarab olaman men. Voy ukam, asha. shunaqa kulgan bormidi boshimda? Senga emas. Jiyanima. Adam qanilar. Nega bizaga aytmading? Ay, yordam berardik-ku. Yordam berardik. Xotinim mazasi bo'lmayotganda bittalardan ham sado chiqmadi-yu. O'lib ketdi oxiri. Bir hafta oldin yaxshi edi-yu. Nima, qanaqa kasal ekan o'zi? Bolamda ko'k pardalni quyoshlashgan kravatalnologiyalar kasalligi aniqlandi. Voy o'lmasa. Yo'q unaqa kasallik. Astag'firulloh. Yolg'on gapiryapti qaynanang. Voy. Ishonma deyapman-u, zubda-yu, yo'q unaqa kasallik. Yo'q, senga emas. Qatta ottiribdi o'zi. Avtohalokatga uchradi. Katta Matiz urib ketdi. Og'ir urganida bolamga miyasiga qon quyilib, litr qon chiqib ketdi. Bechara bolam qiynalib yotibdi. O'lib ketmaydimi? O'libla ketmaydimi? Opa, tashqariga chiqib gaplashing, hammani bezovta qilyapsiz. Ha, yo'q, senga emas. Birinchi senga. O'lib ketsin deyman-da. Tavba. Sobir aka, sizga bergan 4000 dollarim bor edi-yu. O'shandan kechdim aka. Rahmat. Toychon dori-darmoniga ishlating. Sobirjon, esingizdami? Bizning ham ikkita buqamizni olib chiqib sotib yubordik-ku. O'shanga rozimiz. Qaytaraman deb o'ylab yurmang. Rahmat kerak, rahmat. Sabr. Seni ham menga berishing bor edi, ha? Men ham kechdim o'shandan. To'xtang, hozir berib yuboring. 45 mingmi? Yo'q, kerak emas. Mana 45 ming. 45 ming edi-ku, lekin marhaba qilyapsan, men solib qo'y buni. Hali dori-darmonga ishlatasan,
balizalarda ishlatasan, kerak bo'ladi. Obidjon, xo'sh. Mana keldik, ko'rdik. Xudo shifo bersin. Qaytamiz endi. Qani ketdik. Samandar, Xudo shifo bersin. Sabr toqat tilayman. Sobirjon. Samandar mayli, Voy, yaxshi qaytib qoling. ketyapsizlar. Voy, o'tirmaymizmi? Bir sobir. Qalaysan, tuzukmisan? Yaxshimisan, jigar? Solidaring. Ketdik, o'tirmaymizmi? Nima? Voy, cho'chingdan o'zim o'rgandim. Bularni voy, alo, bu telefonlashamiz. Albatta, xo'p, sog'aying. Choy qo'ysa yaxshi bo'lardi. Bo'ladi. Yaxshimisan? Bo'ladi. Bo'ladi, choy qo'ysa bo'ladi. Choy yo'q. 15. Ha, Sobirjon. Haligidan 30 ming deb turgan taksiga yetmas ekan. Qolganiga 15 mingga dori darmon olasan. Men roziman, xo'pmi? Rahmat. Chin dildan roziman. Shifo bersin Xudoyim. Bo'pti. Xayr. Tamam, 15. Alo. 47-chi lyuks palatadamiz. Biznesmen. Chiqaveringlar, men chiqolmayman, ha. Mashina ham tovarasiz. 300 ming bo'ldi sizda. Aka, mabodo adashib ketmadingizmi? Manimi? Biz ham bir siz haqqingizdan yesayimizda, bloger. Yo, agar olmaydigan bo'lsangiz ham tovarlarni joy-joyiga qo'ying deb boshqa do'konga boring. Mana qarang. Mana. Ya bu ham qaysidir qiynalgan haqqi bo'lsa-chi, sherik bo'lib qolamiz, olib qo'ying. Insofingga sani xommi? O'zingda yo'q narsani gapirma. Chakagingni. ming tashabdi. Bas. Ada, anaqa qilsam orcha bo'lib ketmayaptimi? Qanaqa qil? Kelishdi. Sobir aka. Labbay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqasiz aka? Yaxshi. Sizlarga yengilligim bor. Ko'zinglarni yuminglar. Xo'p. Ochinglar ko'zinglarni. Xullas kalom. Mr. Erik Gyonter, Germaniyadan. Bunisi esa Fusin, yosh professor, Xitoydan. Xullas kalom, bu insonlar falaj bo'lib yotgan ancha-muncha bemorlarni davolashgan. Sizni ham o'g'lingizni davolashadi, nasib etsa. Zo'r-ku. Bolam, joni og'riyapti-da. Die Lage ist unklar, aber ich glaube, wird wieder gesund. Good. 先生，这边我给您做一个初步的一个解释，就是说刚结合我给他扎过3针以后，这个3针它并无伤到任何筋骨，还是有希望的。然后我们需要做一个 MRT 报告，这个 MRT 的话， Sobir aka, Labbay. kutmagan edim aka. Umid bor ekan, umid. O'g'lingizni nerv tolasi tirik ekan. Trio. Nima yig'layapti? Tuzalib ketishini eshitgandan yig'layapti. Jonim bolam. Aka, ertaga apparatga tushiramiz-ku. O'shanda hammasi aniq bo'ladi. Endi bizga ruxsat aka. 他这边的话，目前治疗的话还是很有很大的希望，但需要做一个报告。 Kam. Apparatga tushirmasak bo'lmaydimi? Bo'lmaydi aka, tushirish kerak. Aniq tushirish kerak aka. Umid bor dedingiz-ku, shu umid bilan yetib keldik. Nima qilamiz? Nima qilamiz? Aka, mana qarang, tinchlikmi? Turing, o'rningiz
Qilishlar turing. Nima yordam kerak? Okey. Mana qarang. Mana o'rtoqlar bloger kelib, o'g'limni alamini olib uryapti, yotqizib olib. Aka, men uzr so'ragani keldim, noto'g'ri tushunasiz. Ket! Ay! Militsiya, yordam! Bu ketishda qanaqa bo'lib qoladi? Qamalga ketmayapti. Erkak bu sencha. Qachon qarasang yig'laysan? Meni ham yuragimni siqib. Bo'ldi. Hech kim qamalmaydi. Bloger bilib qolmadi-yu, bolam o'qima qilma. Bloger mayli. Doktorlarchi, ulardan qo'rqaman. Hal qilamiz. Anvar aka, u hozir tushuntirib beraman. Sen odamsan! Nimani tushuntirib berasan? Noto'g'ri javob Nimani deyapman? Gapir! Ikkalovingni umringni qamoqda chirtaman! Militsiya chaqir! Aka, kechiring. Bu darajada bo'lib ketishini bilmagan edik. Ada, gapiring. Nimadir desangchi, qamalgim kelmayapti, ada. O'chir ovozingni. Hozir rostdan qamalib ketamiz. Yomon tush ko'rinman. Tushingni suvga et. Tur. Yuvinib ham chiq. Apparatga uchamiz. Bo'l. Xayriyat, to'yam tamom bo'ldi. Zapsi endi bosibman-ku. Yinalarni ko'rsin. Bolamga bir narsa bo'lsa nima bo'lardi? 他这边的话，我还需要给你做一个解释。他这边没有任何的问题，然后目前的话也没有查出来任何东西，但也不知道怎么去查这个东西。 To'xtab tur. Sobir aka. Yana bir marta tekshiraylik aka. Boshqa marta bo'lmaydi. Bir tiyin ekan. Doktorlaringiz ham, apparatingiz ham. Bolamni olib ketaman. Yordam bordingiz kerak emas. Shoshmang aka. 您先不要急，我再给您做一个解释。他这边的话，目前为止没有查到任何的信息，但这个也不是我们这边的原因，这些设备没有任何问题，我也不知道该怎么去做，但这个可能因为系统故障原因。Husayn, o'ldiqligim.好。